Barcha payg'ambarlarimizga salovat aytishni bilasizmi? Unda mana bu video siz uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va Odama va Nuhin va Ibrohima va Muso va Iso va ma baynahum minan nabiyina val mursalin salavotullohi va salamuhu alayhim ajmain. Amin. Ma'nosi shunday: Ya Allohim, Sayyidimiz Hazrati Muhammadga, Hazrati Odamga, Hazrati Nuhga, Hazrati Ibrohimga, Hazrati Musoga va Hazrati Isoga va ular orasida o'tgan barcha payg'ambarlarga va elchi va rasullariga salatu salom yog'dir. Hammalariga Allohning salatu salomi va rahmatlari bo'lsin. Amin. Azizlar, bir vaqtlar men bu salovatni izladim, videolarini izlab topolmadim, lekin Odnoklassnikidan faqatgina matnini topdim. Allohga va'da bergandim, inshaalloh qachonki blogerlikni boshlasam, mana shu videoni birinchilardan bo'lib chiqaraman degandim. Alhamdulillah, bugun niyatimga yetdim. Azizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar, Vijdon TVdan uzoqlashmangizlar. Salomat bo'ling.